O'zim har xil cheescake'larni qilib ko'rsatdim. Ammo eng trendiy Snickers cheesecake'ini qilib ko'rmagan ekanman. Cheesecake'ni aynan shu jarayonni menimcha hamma qizlar yodlab olishgan. Yangi pechenikka sayroq solib, qolipga tekislab olamiz. 600 gramm tvorojniy sirga saharning pudra solib, yaxshilab bir xil massaga kelgungacha aralashtirib olamiz. Xona haroratida turgan qaymoq va ozgina kraxmalni solib, yaxshilab aralashtiramiz. 2 dona tuxumni chaqamiz va ustidan oq shokoladni eritib olib qo'yamiz. Tayyor massani xuddi videodagi idishga solib, pishirishga qo'yib yuboramiz. Karameli uchun shakarni tovaga solib, eritib olamiz va chetidan erishib boshlaganda aralashtiramiz. Bir xil massa bo'lib shakarlarimiz eriganda iliq qaymog'ini qo'yib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Ozgina saryog' bilan karamelni tom me'yorga yetkazamiz. Agar sizda karamelingizda ham kichkina shakarlar qotib qolsa, bundan xavotir olmang. Elingdan o'tkazganingizda hammasi bir tekisda xuddi shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Oldingi iriska konfetini bilarmidingiz? Aynan o'sha iriska konfetining mazasi xuddi shu karameldagi. Karamelga ozgina yer yong'oq aralashtirib, ustiga xuddi shunaqa qilib surib olamiz. Bu jarayonni faqat karamel iliq paytida qilinglar, yo'masa qotib qoladi. Aytmoqchi, bu videoni Snickers yaxshi ko'rgan o'rtog'ingizga tez yuborib qo'ying.